hazillashdim dekin yolg'on dekin ayt seni sinagandim yorjon dekin ayt sendan ketolmayman bir on dekin ayt qo'llarim havoda qolib ketmasin hazillashdim dekin yolg'on dekin ayt seni sinagandim yorjon dekin ayt sendan ketolmayman bir on dekin ayt qo'llarim havoda qolib ketmasin hech kimga boqmading-a, qaramading-a, hech kimga sevgingni atamading-a. Jim turma alda kul jonimni sina, qo'llarim havoda qolib ketmasin. Uchun so'rayman har ne keragin o'zimga topolmay zarracha sabr itlarga talatib oshiq yuragim tilagim qalbingni to'ridan qabr xatolar qilaman ustiga ustak istamay o'zimni yerga uraman yanag'im beso'roq ochadi kurtak men seni o'zimdan yaxshi ko'raman sen faqat ayblama yolg'on degan ayt seni sinagandim yorjon degan ayt sendan ketolmayman yorjon degan ayt qo'llarim havoda qolib ketmasin hech kimga boqmading-a, qaramading-a, hech kimga sevgingni atamading-a. Jim turma alda kul jonimni sina qo'llarim havoda qolib ketmasin hech kimga boqmading-a, qaramading-a, hech kimga sevgingni atamading-a. Jim turma alda kul jonimni sina qo'llarim havoda qolib ketmasin sevgimiz navoda qolib ketmasin. Bu qanday qo'shiq? Naqadar go'zal, bir nafasda tugab qolganini his qilmadim. Har bitta so'zini maza qilib mag'zini chaqib o'tirdik. Keling. Juda ham ajoyib. Rahmat. Haligi xorazmcha sho'x qo'shiqlar, lazgini mug'om yo'nalishida hammasini eshitganman. Lekin mana shu meni hayratlantiryapti. Umuman boshqa yo'nalishga kirib ketgan qo'shiq. Rahmat. Endi o'zi bu qo'shiq yaralganiga ancha bo'ldi. O'zimizda 4 kunlik bir singlimiz Nargizaxon Latipova, ancha adashmasam, shu qizimiz nima qilgan yaratib bergan edilar shu qo'shiqni. Ancha bo'ldi ijro etganimizga. Sizlarga yoqqandan juda ham xursandman. Ovozingiz umuman chiroyli chiqqan. Rahmat. Yurakdan kuyladingiz-da, shu har bitta so'zingizni o'zingiz ham his qilib kuyladingiz. Qarab turdik, o'zimiz bir katta bir sahna asari ko'rgandek bo'ldik. Chindan ham. Va men aytayapman, Rohila opa, siz qo'shiqlaringizni haligi xorazmchalarni, sho'x turkmanchalarni eshitganman, ko'p eshitganman. Lekin mana shuni eshitmagan ekanman. Hozir aytayapman, bu chindan ham shunaqa his-tuyg'u bo'ldi. Qarab turdimda qo'shiq tugab qolganini his qilmadim. Taxminan bir 10 daqiqa shu qo'shiq davom etsa, men shunday o'tirardim. Ovozam yetib har doim rahmat. Har doim biz mana televideniyaga chaqirilganimizda bizdan har doim shu qo'shiq ayting, xorazmcha bo'lsin, shu qo'shiq ayting deyishadi. Shuning uchun har doim lazgi, xorazmcha shu qo'shiqlarimizni kayfiyat ko'taradigan qo'shiqlarni aytib ketamiz. Bunday qo'shiqlarimiz
sal Qolib ketadi. qolib ketadi. Endi sevgi hech ham qarimaydi deydi. Bu masalan bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz orasida endi o'sha yoshi kattalar bo'ladimi, shu choylarini ichib, maza qilib, tomosha qilib, mana qo'shiq tinglaganda ham ularning ham shu yuraklaridagi sevgisi, muhabbati shu yoriga bo'lgan nazarimda yodga tushadi. Va baribir o'sha qo'shiqlaringiz ham ko'p. Sahnalarga Albatta. chiqqaningizda, o'sha elimizning yaxshi kunlariga borganingizda ayniqsa o'sha qo'shiqlaringizni so'rashadi. Va Albatta. televiziyaga kelganingizda ham biz sizdan Shunday. ko'proq sho'x qo'shiqlar so'raymiz. Va hozirgi kunda qanday qo'shiqlar borasida ishlayapsiz? Yangiliklar bormi, Rohila opa? Albatta, endi yangiliklarimiz yo'q emas, bor, lekin hozircha nimaga olib chiqa olmayapmiz. Lekin hozir nima deydi, aranjirovka deydi. Yangi she'rlar olib, yana aranjirovkaga berilgan, shularning ustida ishlab turibmiz. Endi nima deydi, ko'pincha endi to'ybob qo'shiqlar aytishga harakat qilamiz-ku. O'shaning uchun Xalq xizmatlaridan. xalq xizmatlarida onajonlar haqida bitta qo'shig'im yaqinda tayyor bo'ladi. Ona qarang keldi bu kunlar, poyingizga sochaman gullar. Ona qarang keldi bu kunlar, poyingizga sochaman gullar. Mana qarang muborak to'ylar, keling ona o'ynang siz bugun. Onajonim o'ynang siz bugun. Ona o'ynang siz bugun. Onajonim o'ynang siz bugun. Mana shu qo'shiqni tayyorlab turibmiz. Yana unga Rohila o'xshagan opa, men bir qo'shiqlar narsani ko'p. so'ray. Bu qanday qilib bir yo'nalishdan ikkinchi yo'nalishga bunaqa tez burilib ketishi mumkin? Chunki biz bilamiz, ayniqsa o'sha ijodkor uzoq yillar bitta yo'nalishda ijod qilgandan keyin keyingi yo'nalishda, yangi yo'nalishda qo'shiq kuylash qiyin bo'ladi. Mana hozirgi qo'shiq umuman boshqa yo'nalish, ona umuman boshqa yo'nalish. Haligi doimiy ravishda repertuardan xorazmcha qo'shiqlar ko'proq o'rin egallagan san'atkordan kutilmaydigan yo'nalishda bu. To'g'ri. judayam Kim bilan to'g'ri. hamkorlik qilyapsiz? Kim sizga bunaqa yo'nalishni tavsiya qilyapti va kim u yaxshi inson? Endi nima desam bo'ladi? Endi bu Kim bilan maslahatlashasiz ko'proq shu ijodiy jarayonda? o'zi onajonim bilan, Aha. onam bilan, farzandim, mana o'g'lim bilan. Lekin o'zim keyin nima qilib so'zlarini tanlab, buni lekin nimasini kuyini ham o'zim yaratdim desam ham bo'ladi. Mana shu Judayam ona chiroyli. haqidagi qo'shiqni kuyini o'zi keldi. Keyin shunday aranjirovchi yigitga ko'rsatdim, bo'ladimi desam, bo'ladi, aytavering dedilar. Shundan keyin Onajoningizga va o'g'lingizga katta rahmat. Ana shu sizga berayotgan maslahatlar uchun, chunki natijada tomoshabin, natijada muxlis, natijada san'at sevar insonlar g'olib bo'ladi-da. Bunda yaxshi asar paydo bo'ladi va biz eshitamiz. Chunki kuni kecha yaxshi bir san'atkor bilan suhbatlashganimda, yoshi katta san'atkor bilan suhbatlashganimda, Shohjahon, bu davr o'tadi. Ya'ni mana shu qaysi davrki estradamizdagi hozirgi deylik vaqtinchalik qo'shiqlar, shovqin-suronlar, vaqtinchalik o'sha qayerlardadir bachkana bo'lgan qo'shiqlar, bu hammasi o'tib ketadi. Bu hamma joyda bo'lgan, hamma davrda bo'lgan. Odamlar yana o'sha yuki bor qo'shiqlarni qadrini bilib boshlaydi. Shu sababdan ham o'zini hurmat qilgan san'atkorlar ana shu yo'nalishga vaqtinchalik trenddan qolmay deb o'tmayapti, dedi Rohila Ro'ziyeva. Ana shunday san'atkorlardan Xuddi aslida. shunday va hozir O'zini mana hurmat qilgan ijodkorlardan. suhbatlashayotganingizda ham juda ham sokinlarda, sokin hamma narsaga javob beryaptilar. Tabiatan shunaqa siz nazarimda. Yoshligingizdan shunday bo'lganmisiz? Bu yillar davomida shakllanganmi yoki? Yo'q, bu shu yoshligimdan shunday, rahmatli dadamga o'xshatishadi meni. Dadam shunday Sokin nima, odam. og'ir, yurganda ham shunday. Ularni oyoq kiyimlari ham hatto to'zimaganda. Asta yurgan bo'lsalar kerak. Uzoq yillar kiyganlar bitta oyoq kiyim, oxiratlari obod bo'lsin. Shunday. Biz hozir Rohila Ro'ziyevani yana qo'shiqlaridan, suhbatlaridan bahra olishda davom etamiz. Ayni daqiqalarda esa qisqa bir tanaffus bor, ya'ni reklama uchun